Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Bugun Peshku Agrar bankimizda tadbirkorlar uchrashuvimiz mavjud. Shunda bizga o'z bankimizda mavjud bank mahsulotlari to'g'risida o'zimga tushuncha berib o'taman. Bizning agrar bankimizda hozir kecha kunduzgi tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun 5 million so'mgacha, 17 million so'mgacha, 50 million so'mgacha, 100 million so'mgacha kreditlarimiz mavjud. Masalan, biznesga birinchi qadam 5 million so'm bir yil muddatga beriladi. 25% imtiyoz davlatdan beriladi. 25% stavkada bir yil muddatga beriladi. Biznesga ko'mak 17 million so'mlik kreditimiz bor. Bu 4 yil muddatga imtiyoz davlatdan 17 million so'mgacha beriladi. Yana mahalla loyihasi degan produktimiz bor. Bu 5 yil muddatga 2 yil imtiyozlardan 25% stavkada beriladi. Yana bundan tashqari kattaroq tadbirkorlik faoliyatidan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, tadbirkorlik faoliyatini kengaytirmoqchi bo'lsangiz, kichik biznes qo'llab-quvvatlash, ya'ni 312-prezidentimiz son qarori bo'yicha 100 million so'mgacha darovsiz va 100 milliondan ortiq 300 million so'mgacha kreditlarga likvidlik muomalalar beriladi. Agar kreditlar bo'yicha qanaqadir savollarningiz bo'lsa, talab bo'ladigan bo'lsa, hech narsa yozib olaman. Kredit belgilangan tartibda kredit hujjatlari rasmiylashtiriladi. Man tarafından Zoyla Daraslı kısım firma rahbarına ben bütün inşaatlar süreçte bizim örnekler olsun sıkıntı olmasına yıllardan hazırlık ama gerekli çakmalardan koyuyoruz. Tushunarli, siz yozib olaman. Hozir sizga o'sha 302 inson qaror bo'yicha 100 million so'm daroz kirib beradi. Daroz. Sizga belgilangan tartibda kredit hujjatlarini rasmiylashtirish kerakligi tushuntiriladi. Sizga tez kunda kreditlarni amalga oshirib beramiz.